Yanvar oyi pensiyasini kutayotgan fuqarolarga hozirgina shoshilinch xushxabarlar e'lon qilindi. Yanvar oyidan boshlab pensiyalar ko'tarildimi? Qanchaga oshdi? Kimlarning nafaqalari oshirilgan narxlarda tushiriladi? Barcha savollarga ushbu videorolikda javob topasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 2026-yildan maosh va pensiyalar oshiriladi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Bu haqida Zamon.uz xabar berdi. Mazkur hujjatda kelgusi yildan ish haqqi, pensiya, stipendiyalar va nafaqalar oshishi uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag'lar xizmatlar narxlarining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni ham o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra, 2026-yilda mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1.69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalar agarda 1% ga oshirilsa, 832 milliard so'mni tashkil etadi. Jami ish haqqi, ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026-yilda 172.8 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'pdir. Shu bilan birga maoshlarga oid to'lovlar davlat budjeti xarajatining 42.9% ni tashkil etadi. Kelgusi yilda stipendiyalar uchun 2.2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86.1 trillion so'm, nafaqalar uchun esa 14 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltiriladi. Avvalgi fiskal strategiyada ham maosh va pensiyalarning kamida 6-7% ga oshirilishi ta'kidlangan edi. Umuman olganda davlat ijtimoiy xarajatlarini oshirish orqali aholi daromadini qo'llab-quvvatlash izchil davom ettiriladi, deyiladi xabarda. Loyihaga ko'ra 2026-yilda iqtisodiyot 6.6% ga kvadratlion 976 trillion so'mga o'sishi prognoz qilinmoqda. Sanoat ishlab chiqarish 6.64% ga, qishloq xo'jaligi 4.2% ga, xizmatlar sohasi esa 14,5% ga, qurilish 12% ga o'sishi kutilmoqda. O'zbekistonda 2026-yildan yalpi ichki mahsulotlar 1 kvadratlion 976 trillion so'mdan oshishi kutilyapti. Budjet tashkilotlarining chegarasi 54.9 trillion so'm yoki YAIMga nisbatan 3%, tashqi qarz olishning cheklangan miqdori 5 milliard dollar, inflyatsiya kengayishi yiliga 7% gacha. 2027-yildan 6-5% gacha, 2028-yilda esa 5% ga tushirilishi rejalashtirilgan. Asosiy soliq stavkalari o'zgarishsiz qoladi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yilgi davlat budjeti va 2026-2028-yillardagi mo'ljallangan maqsadli ko'rsatkichlar to'g'risidagi qonun loyihasini e'lon qildi. Xo'sh, keyingi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida nimalar kutilyapti? Joriy yilda tashqi qarz olish chegarasi 5.5 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda bu ko'rsatkich 5 milliard dollargacha qisqartiriladi. Ushbu mablag'larning 2,5 milliard dollari davlat budjeti qo'llab-quvvatlashga, 2,5 milliard dollar esa inflyatsiya loyihalarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Keyingi yillarda O'zbekiston nomidan 30 trillion so'mgacha davlat qimmatli qog'ozlar chiqarishi hamda ko'zda tutilmoqda. Davlat qarzini so'ndirish uchun esa 49.2 trillion so'm sarflanadi. Yangi DXX loyihalarining cheklanishi miqdori 6,5 milliard dollar, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like tugmachasini ham bosib qo'yishni
unutmang.